O'zbekistonning 96% aholisini asosan musulmonlar tashkil qiladi. Markaziy Osiyo bo'yicha esa bu daraja 90% dan yuqoriroqni tashkil qiladi. Xo'sh, savol. O'zbekiston aholisi, xususan O'rta Osiyo aholisi qachondan boshlab ushbu dinga e'tiqod qilib kelishmoqda? Ular o'zlari xohlab bu dinga e'tiqod qilishadimi yoki kimdir ularni majburlaganmi? Misr, Suriya, Falastin, Iroq, Eron kabi ko'plab mamlakatlar bo'ysundirilgandan so'ng behisob o'ljalarga ega bo'lgan arablar O'rta Osiyoga ham bostirib kirishni o'zlariga maqsad qilib oldilar. 651-yilda arablar jangsiz Marv shahrini egallashdi. Bu paytda Marv shahri Xorasonning markazi edi. Arablar bu yerda o'rnashib olgandan so'ng Amudaryodan shimolda joylashgan boy viloyatlarni zabt etishga tayyorgarlik ko'rdilar. Bu yerlarni arablar Morav-Nahr, ya'ni daryoning nariga tomoni deb atadilar. Morav-Nahrga ilk bor hujumlar 654-yilda Maymur va 667-yilda Chag'oniyondan boshlanadi. Narshahiyning yozishicha, 673-yilning kuzida xalifa Muaviya I farmoni bilan Ubaydulloh ibn Ziyod Amudaryodan kechib o'tib Buxoroga bostirib kiradi. Poykat Oramutonni egallagandan so'ng Buxoro hukmdori qo'shinlari yengiladi. Arablar yo'l-yo'lakay Termiz shahrini ham egallaydilar. 8-asr boshlarida arablar Morav-Nahr hududini to'liq bosib olishga kirishdilar. Xorasonga 704-yilda Qutayba ibn Muslim noyib qilib tayinlandi va arablarning Morav-Nahrga harbiy yurishlariga boshchilik qildi. Qutayba harbiy yurishini 705-yilda Balx viloyati atroflarini zabt etishdan boshlaydi. Tez orada Chag'oniyon hokimi ham jangsiz taslim bo'ladi. Qutayba qiyinchilik bilan poykatni egallab, Buxoro tomonga yo'l oladi va 709-yilda Buxoroni ham egallaydi. 710-yilda Qutayba Naqshab va Keshni ham bosib olib, Samarqandga yurish qilishdan oldin 711-yilda Xorazmni ham egallaydi. 712-yilda Qutayba qo'shinlari Samarqandni bosib oladi. Samarqand egallangandan so'ng arablar Choch viloyatiga bostirib kirishdi. Choch viloyati arablar tomonidan 713-yilda egallangan. 715-yilda esa Farg'ona vodiysi ham uzr-kesil egallanib, Koshg'argacha bo'lgan hududlar egallandi. Lekin Qutayba xalifa Sulaymonga qarshi chiqqani uchun Farg'onada arab askarlari tomonidan o'ldiriladi. Shu tariqa yurtimizga arablar bostirib kirishdi. Endilikda arablar islom dinini O'rta Osiyo xalqlariga ham yoyishdi. Guvohi bo'lganingizdek, qariyb 14 asrdan buyon O'rta Osiyo, xususan O'zbekiston aholisi islom diniga e'tiqod qilib, musulmonlar deb atalib kelinmoqda. Sizlar bilan Aypek o'quv markazining tarix fan o'qituvchisi Shukrullo Umurzoqov bo'ldi. Biz bilan tarixni yanada osonroq o'rganing. O'zbekistonning O'zbekiston xalqini xo'sh, endi savol. O'rta Osiyo aholisi qachondan boshlab islom diniga e'tiqod qilib kelishmoqda? Shunday savollar siz tug'ilgan bo'lsa,